Anlavatqanınla bu geçişsiz tenaves programısının hayat hikmetleri sahipsi. Rivayet kılınışça bir padişah balasını ustazga tapşırıp beripti. Oğlu 10 yılda öğreniş kerakli bolgan ilim savaklarını hemmisini layakatlik tükütüptü. Şunundakin uyga qaytışqa tayyorlik qilib turganda shogirdini ustozi huzuriga chaqirtibdi. Shogirdini keltirib kelib bir tastak sapdi. Bekar-bekardan urilgan bu tastak shogirdining ichiga o'tib ketdi. Ochchig'i bakli kepti. Shogirdlik hurmatida ustozga gap qilolmabdi. Yıllarning o'tishi bilan otasining o'rniga shoh bo'lganda uning birinchi qilgan ishi ustozni huzuriga elib kelib, osh kundagi tastak sababini so'raganda ustozi shundoq javob beribdi. Men sizni beka-bekadan urmadim. Ana shu tastak 10 yildan beri qalbingizda o'chmay kelibdi. Bilib qilinki, siz kimga zulm qilsangiz, şunun qalbida alam ham saqlanadi. Bu mening eng oxirgi darsim edi, debdi. Shundoq do'stlar, inson ömürde kimdan azar yeyini biladi. Ammo kimga azar berginini bilmaydi. Eğer bilgen bolsaydı, hiç kimge azar vermegen boladı. Programımızı yaxşı olsan bolsanız, 2. sayfasiga quloq seling.